Polsha Belarus bilan chegarasini butunlay yopdi. Belarus Tramp so'rovi bilan 50 dan ortiq siyosiy mahbusni ozod qildi. Ukrainaning 9 ta droni Moskvaga hujumga yopirildi. Polsha Belarus va Rossiya bilan chegarasiga 40 ming harbiy joylashtirmoqda. NATO Polshaga kirgan rus dronlariga javoban harbiy choralar tayyorlamoqda. AQSh Kirkning qotilini ushlashda yordam berganlari uchun mukofot puli e'lon qildi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, продление, NN, уведомление, трудовой договор, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Polsha Belarus bilan chegarasini butunlay yopdi. Polsha, Rossiya va Belarus o'tkazayotgan G'arb 2025 qo'shma harbiy mashg'ulotlari sababli Belarus bilan chegarasini to'liq yopdi. Bu haqda Polsha bosh vaziri Donald Tusk hukumat yig'ilishida ma'lum qildi. Uning aytishicha, mashg'ulotlar harbiy nuqtai nazardan juda agressiv ko'rinadi. Shu sababli xavfsizlik chorasi sifatida nafaqat avtomobil, balki temir yo'l o'tish joylari ham to'laqonli yopilgan. Mashg'ulotlar 12-16 sentyabr kunlari o'tkaziladi. Ularda Rossiya hamda Belarusdan 13 mingdan ortiq harbiy qatnashadi. Rasmiylar ta'kidlaganidek, ular ittifoq davlatini himoya qilish bo'yicha manyovrlarni sinovdan o'tkazadi. Mashg'ulotlarni kuzatish uchun NATOga a'zo 9 davlatdan akkreditatsiya olgan harbiy attashelarga ruxsat beriladi. Belarus mudofaa vaziri Viktor Xrenin ularning hech kimga qarshi qaratilmaganini ta'kidlagan. Ukraina 22 avgust kuni Minskni ogohlantirib, mashg'ulotlar paytida chegaraga yaqinlashmaslik, mudofaa kuchlarini provokatsiya qilmaslikni maslahat bergan. Shu maqsadda Belarus g'arbiy chegaradan qo'shinlarni vaqtincha olib ketgan. Aleksandr Lukashenko bu orqali Minsk suvak yo'lagini to'sishga urinmoqda degan ayblovlardan qochishga intilayotganini aytdi. Belarus Tramp so'rovi bilan 50 dan ortiq siyosiy mahbusni ozod qildi. Belarus AQSh prezidenti Donald Trampning so'rovi bilan 52 nafar mahbusni afv qildi va ularni Litvaga yubordi. Bu haqda CNN xabar berdi. AQSh ma'muriyati buning evaziga Belarus davlat aviakompaniyasi Bell Aviaga qarshi sanksiyalarni qisman yengillashtirishni ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, mamlakat prezidenti Aleksandr Lukashenko Tramp topshirig'i bilan Minskka kelgan va AQSh rasmiylari bilan uchrashgan. Uchrashuvda siyosiy mahbuslar ozod qilinishi va mintaqaviy xavfsizlik masalalari, jumladan Belarusdan NATO davlatlariga amalga oshirilayotgan noqonuniy migratsiya muammosi muhokama qilingan. Washington rasmiylari mahbuslarning ozod etilishini olqishlab shunday munosabat bildirgan. Belarusda qolayotgan 1300 ga yaqin siyosiy mahbusni ozod qilish ustida ishlashni davom ettiramiz. Ma'lum qilinishicha, ozod qilinganlar orasida 14 xil millat vakillari, litvalik, latviyalik, polshalik, nemis, fransuz va britaniyaliklar bor. Prezident Trampga unga xushomad qilmoqchi emasman. Bu menga begona. Birinchi navbatda mintaqamizda tinchlik uchun qilayotgan sa'y-harakatlari uchun minnatdorlik bildirmoqchiman degan Lukashenko AQSh rasmiylari bilan uchrashuvda. Ukrainaning 9 ta droni Moskvaga hujumga yopirildi. 12 sentyabr jumaga o'tar kechasi Ukrainaning 9 ta droni Moskvaga yaqinlashayotganda urib tushirildi. Bu haqda poytaxt meri Sergey Sobyanin xabar berdi. Rossiyaning boshqa hududlari ham o'qqa tutildi. Ukrainaning Osent kanallari Smolensk viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilgani haqida xabar berdi. Sobyanin tunda bir necha marta Moskva yaqinida uchuvsiz uchoqlar guruhining yo'q qilingani haqida xabar bergan. Uning so'zlariga ko'ra, bo'laklar qulagan joyda favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Poytaxt meri hech qanday vayronagarchilik va qurbonlar haqida xabar bermadi. Moskva yaqinidagi Kaluga aeroportida dron hujumi tufayli reyslarni qabul qilish va jo'natish bo'yicha vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi, dedi Federal havo transporti agentligi vakili Artyom Karyanko. Polsha, Belarus va Rossiya bilan chegarasiga 40 ming harbiy joylashtirmoqda. Polsha 10 sentyabr kuni mamlakat hududiga dronlar bostirib kirgandan keyin keskinlashgan vaziyat fonida Belarus va Rossiya bilan chegarada taxminan 40 ming harbiyni joylashtirmoqda. Varshavaning sharqiy chegarada qo'shinlarni to'plash qarori Rossiya va Belarusning G'arb 2025 nomli qo'shma mashg'ulotlari bilan bog'liq. Mazkur mashg'ulotlarda 10 minglab harbiylar ishtirok etishi kutilmoqda.
Polsha G'arb 2025 manyovrlariga bir necha oy davomida tayyorgarlik ko'rdi, dedi Polsha mudofaa vaziri o'rinbosari Cezary Tomczyk. Uning aytishicha, Polsha armiyasi 30 mingdan ortiq askar hamda NATO harbiylari ishtirokida munosib javob berish uchun mashg'ulotlar o'tkazgan. Yodda tuting, G'arb 2025 strategik mashg'ulotlardir, deb ta'kidladi Tomczyk. Mudofaa vaziri boshqa siyosiy yetakchilar singari ushbu mashg'ulotlar Rossiyaning NATO va Yevropa ittifoqi davlatlariga qarshi agressiyasidan darak berishi mumkinligidan xavotir bildirdi. 10 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaga ommaviy zarba bergan paytda Polsha chegarasidan taxminan 20 ta dron o'tib ketdi. Bunga javoban Polsha havo kuchlari qiruvchi samolyotlarni ko'tardi. Bu urush boshlangandan beri ilk bor Rossiya dronlari NATO hududida urib tushirilgan holat bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligi esa Polshadagi nishonlarni zarba berish rejalari bo'lmaganini da'vo qildi. Bild ma'lumotiga ko'ra, Polsha hududiga uchib kirgan Rossiya dronlarini urib tushirish uchun NATO kamida 1 million 200 ming yevro sarflagan. NATO Polshaga kirgan rus dronlariga javoban harbiy choralar tayyorlamoqda. Rossiya dronlari 10 sentyabr kuni Polsha havo hududiga buzib kirgandan so'ng NATO yangi mudofaa chorasini ishlab chiqmoqda. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, chora-tadbirlar NATOning Yevropadagi birlashgan qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni general Aleksis Grinkevich tomonidan amalga oshiriladi. Hozirda ular vaziyatni baholamoqda va tiyib turishni mustahkamlash uchun zarur ta'minot ro'yxatini tuzmoqda. Kelajakda biz hali ko'p ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Mamlakatlar jangovar xarajatlar olib borish xarajatlarini kamaytirish uchun qurollarni modernizatsiya qilmoqda. Biz bu borada alyansning barcha davlatlari bilan hamkorlikni davom ettiramiz, dedi Grinkevich. Uning so'zlariga ko'ra, NATO o'z xulosalarini chiqaradi va bunday cheklangan hujumlarga qarshi kurashish uchun nima qilish kerakligini baholaydi. 10 sentyabr kuni NATO bosh kotibi Mark Rutte va a'zo davlatlar rahbarlari Rossiyaning xatti-harakatlarini qoralaganda AQSh Kirkning qotilini ushlashda yordam berganlar uchun mukofot puli e'lon qildi. AQSh Federal tergov byurosi konservativ faol Charlie Kirkning o'ldirilishida gumonlanuvchining suratlari, shuningdek uning otishma sodir bo'lgan joydan qochib ketgani aks etgan videoni e'lon qildi. Federal tergov byurosi 12 sentyabr juma kuni qotillikni qo'lga olishda yordam berganlar uchun $100 ming mukofot taklif qilganini ma'lum qildi. Chop etilgan fotosuratlarda qora kiyim, quyoshdan saqlaydigan ko'zoynak, kepka va ryukzakda bo'lgan odam tasvirlangan. Videoda qurollangan shaxs tomdan sakrab daraxtlar orasida g'oyib bo'lganini ko'rish mumkin. Federal tergov byurosining Yuta shtatidagi maxsus agenti Robert Bolsning ma'lum qilishicha, tergovchilar qotillikda ishlatilgan qurol miltiqni topgan. Qurol tahlil qilish uchun laboratoriyaga yuborilgan. CNN telekanali xabariga ko'ra, optik nishonga olish qurilmasiga ega Mauser miltig'i topilgan.